Ay! Boldandı su oynama. İta ha cümekni ita. Kişik balı degenniniz ha. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kechiring. 21-asr bo'lganki, yaxshimisiz da'vadim-ku. Biz qachongacha jahonga moslashmay yashaymiz. Madaniyatga chilishib turganga yetamdi. O'zingiz kim bo'lsangiz? Men bir odam. Ha? Qo'l ostingizda ishlayotgan yavash bir kala. Mandadan. Ha, degilik, mana sizni yo'kilib kelgan idoramizga deb anglab, qin-qinimga patmay taqazolikni kutib ketdim. Bir kelgandan keyin idorda kirmagan to'shigim qolmadi qarang. Tova. Mana uyingizga ne chiqdim bordim, 3 daqiqa oshmadi. Bu o'ylimga yedi, oshmani yarim shishib qoldim deyman. Biroq ishingiz bormi siz? Yo'q, boshqa ishim yo'q, boshqa o'ylab qolmang. Men faqat siz bilan ko'rishib, salom berib qo'y deyman niyatda. Men azaldan o'zimning shaxsiy ishimlar tashkilning beshini og'irtib qo'ygan banda emasman. Mana bu endi bir o'zim bir xolisimiz idoraning ahvollarini ancha-muncha bunda xabarlantirib qo'y degan niyatda. Bu gapingiz intayin to'g'ri bo'ldi. Qani. O'tiraring. Qani. Keling, o'tiring. Qarang, menmo idoraga ish qilib kelgan necha kun bo'ldi. Shunday. Xizmatchilar bilan teqa to'liq tanishib ketamidim. Shunday. Uning ustiga mush uy ko'chmakmi intayin avorchilik ishgan tanga. Nima ish qilmanga demaysiz deyman. Menga desangiz hammani gul-guli keltirdim emasman. Rahmat. Uy ko'ch shirkatiga ozroq haq berib, ko'chirib urlashtirib oldim. Alloh akbar. Gap ko'p, pulda emas, bu yerda hurmat, ko'ngil degan narsa bor emasmi? Kechib qoldik. Kerak yo'q. Endi siz bizga bosh olib keldingiz. Endi qoiduvchi idoramizga yo'g'o o'ylak binolar silinish kerak. Yana uy kuchsiz emasmi? Kuch qolsangiz, nima dedingiz? Emilingiz o'sab keldingiz emasmi? Bizga bosh olib kelib, naqd yaxshi qildingiz qarang. Haq gapni qilsam, biz idoramizga ko'ni boshliqlarning hammasi bor, non qibla. Yeb pishishdan boshqa hech nima bilmaydan qildim. Hammasilar emas-ku. Asosiyatdan hammasi shunday. Asosiyat. Andaqda eniqroqni aytib baqsangiz. Masalan, kimlar degandek? Buni nima istasamdi? Masalan, sizga o'rin bo'shatgan birinchi qo'lni olaylik. O'tib ketgan shaxsiyatchi narsa. Atrofiga xo'shamatchilik yig'ilib, ertadan kechgacha o'zining bilgan qilganlarini bazog'i sag'ini bu. To'xtangchi. Bu qanday bo'lg'ini? Men o boshliqning fazilatini ko'p anglagan. Hatto ish izlari gazet, radiolardimi tashviq qilingan tursa. Voy, gazet, radio degan-ku, deb qo'ysa-ku, rasqayning chiqdi-ku. Nomus qilmasa qig'ashini televizorda bag'izatdi u. Sal oshirib etdingiz. Yo'q, oshirmadim. O'ylab baqing, agar unda bo'lmagan bo'lsa, uning o'rniga boshqa birisini belgilabdi. Gap mana bu yerda. Men o'tgandagi o'rniga boshqa birisi keldi-da. Men uni pensiyaga chiqatdi deb anglab. Siz boshliqingizni meningdek tushunmayotgansiz. O xizmat iqtidor jihatdan men ustoz, yosh jihatni elib etganda men aka bo'ladi. To'g'ri. Men ko'ni boshlig'imni obdan tushunmay qarang. Nima? Hakikatni qilsam, men hammishning oldikaniga sapsilib odatimga chaman. Bu yerda gapimni oyog'i tupoqchi siz gap boshlab qoldingiz. Agar sal taqir qilib turgan bo'lsangiz, men boshlig'imning ta'rifini ortiqchiliklar bilan tamomlamoqchi edim. Mening o ko'ri boshlig'imning kamchiligini deyishimdagi sabab Sahip Jamal'ning güzelligini texmi namoyon qilish uchun uni yeniga satarak birsini qo'yib qo'ygandek ishchimi? Mandada. Bu. Mening ko'ri boshlig'im bek yaxshi ko'rdi meni namozatlik ko'rsatdi. Ishxonasiga kirib paranglashgan. Men uni rad qilgandim. Nimish qilganda men bu boshliqni bek yaxshi ko'raman. Lekin men boshliq bo'lishini toza o'zimga muvofiq ko'rmadim. Meniki nimda gap qilsam u yoqqa qarab tursiz. Ko'ramay o'tamsiz? Nimani? Balini. Su o'ynayotgan shumni demsiz? Nima dedingiz? Shumni deyman. Shundoq. Aniqrog'ini aytganda, jumak echilib, to'xtamay eqiyotgan turbi suvga diqqat qilyaptimi? Suvga? Desam demisam, shum ichayotganga bor turbini. Beriblar qumga ishkin tepiblar, jumakni tutkilayman. To'xtang. Jumakni bola ochgan taqdirdimi, cho'nglar etib etish kerak edi.
Bayatın bir qarab tursam, nechisi o'tib ketdi. Bir sizning jumakni yetish xiyolimi kelmadi. Ay, qo'yinglar bunda shaxsiyatchi nimalar deyman. O'zining uyini jumakiga qilib baqson, yo, suv satini ta'til tayinlik burab qo'yishni olmaydi, ha. G'alati gap bo'ldi-ku. Ya, g'alitlik his qilmam. U davlatningni g'ajilig'ini. Men ne chiqdim dedim tashkilga. Idoramizning qo'rollarga gulgiya tamayli, daraxt tishmayli, chimlik qilmaysa unimayman, qildi. Buni bana qilib men haq balkonlarga, uylarga terib olgan gullarga bo'lishib sug'ag'in turib shuncha, xuddi osmondan soat yo'q, yomg'ir yog'ayotgandek. Manda ishlan badan. Vo, bo'lmamdigan. Ha? Mana men dedim-ku sizga, mana qarang, o'ylab qarang. Bu haq baqa o'tib ketgan ash xo'shamatchi haq deyman. Mana endi siz bizga boshib keldingizmi? Ha, mana endi ko'rsiz, sizni mehmon qilishni boshlaydi bu haq. Nomus qilmay. Men o'zimni olsam, meningmi katta restoranlarda mehmon qilg'ichiligim bor. Amaniki men qilmayman. Nimishqa degan chaqda, mening u ota bobomning qinida shaxsiyatchilikning bakteriyalari yo'q. Mesela taza o'tlagan chaqda ha deb aytadi. Tarasli tatib, to'ri taqib deb, mana ishni ko'ram. Sizni oyimisak bo'lmaydi emasmi biz? To'g'ri. Bu gapingiz intayin o'rinli. To'g'rimanda. Ben berib jumakni aniga bir ming deydi. Ay, to'xtang. Biz biroz kutaylik. Meningcha, davlat mulkiga kuyindiganlarning chiqmaydiganligiga ishonmayman. To'g'ri. Men shu qarashda. Bu apla, şunu azırak asıp bomam deyman, şunu deyman. Şarıldıtıp adamın jurkini yetiştirip su oynaganга, toy dep apırıp gelini buğaplı deryaga taşıp etsem, tuanımda çıktım ben. O çoğunlar köngülü bilmeyvatkan yerde kichik balda qanday ranjigüler? Qanday kichik bala ul deyman, 5 yil testumam deyman. Ertaga maktab bardu degan gap. Shartiq kelsa yo'g'olib agish degan gap. Oho, shunday. Ey, mana tarbiya ko'rmagan, yashlik ko'rmagan shumkan, buni o'qitgan muallimning jiniga vayjima. Kimdan? Muallimning deyman. Bir yerini zahmlantirmamizlar, kichik bolaning sho'x bo'lishi normal ish ku. Ya, shuni tarbiyalagan odamning jiniga vayjima. Jinini jak to'yg'izdir mana. Qara. Aptining sertkini, chiroyning shaltoq menetkini. Mana alpozli bu onisi bu tajrib bo'lumsi o'tmoqsaydi mana. Anchulam emas ku. Yo'q, shundoq. Men mehnat yuzlardan pastgina alpozning bu onisining jirginishini qalbini ko'rib olib bo'ldim. Bunda qarab turcha. Siz o bolaning onisi bilmayotgansiz. Ya bilmayman, bilgim yo'q. Bunda qasma xotinlarni bilgim yo'q deyman men. Xotinlar baqa mana alpozir balaning qiyaptini baqa. Bu ayolning üstü bishidan, shu qazon bishi o'xshashi kir qasma xotinlarda bo'lmadim. Bo'p qoldigan ayollarmi bordi? Kespetima bo'lmaydi, yo'q bo'lmaydi. Qarang. Endi lay o'ynagan turdi. Qaragan manqillarning pildirlab turgani. Ya, et o'tmaydi. Ya be, ichik jut o'tmaydi adam ko'nglilashib. Bo'lmasa, siz berib et o'tkilamsiz ya. Menmi? Ha? Men et o'tamdan. Agar et tutish to'g'ri kelsa, dadisiga lamzalni berib et o'tsin buni. G'alati gap bo'ldi-ku bu. G'alitlik his qilmam. Siz anglamaganmi? Bunda sho'palan dadisi go'mishkilamiş deb, ha? Mana. Hozir anglayapman. Anglatam sen. Demak bu turmushda ajoyib ishlar yo'liqsizcha, bu dunyo deganda arkadaşlar yo'liq tursiz. Mana shunga o'xshash. Appalle. Mana bola tarbiyalashda hamda dodining mas'uliyati bak muhim. Bo'lib manda mana shuni tarbiyalashda de mana. Manda gap adam. Shunda bunda bo'lmamdigan o'ylab baqing. Mana ma bola cho'ngmas nim bo'lmoqchi. Ha? Nim bo'lmoqchi. O'g'ir bo'lsa qarab suldan kudamav, ha? Qarab bir itotni ko'rdingiz va bizga ko'rdim. Mago jamiyatimizni qalab qildigan rasmiy qatillik tutama shu mago. Hay, endi bo'ldi qilsiz ularmi? Bo'ldi qilamayman, qanday bo'ldi qila olasiz? Bizning alfozi bo'ldi qila olamsiz? Ha? O'ylab baqing. Hammani qilgan dada. To'ra. Dada. Men agar podsho bo'lib qoladigan bo'lsam, mushundaq mana shuni tarbiyalagan shu dadini birinchi bo'lib dag'osiz dedim men buni mago. Voy, nima deb joylab o'tsangiz? U mening bolam. Sizning bolangiz? İşenmeyotapsiz? Yo'q, ishonmaydigan nima etdim men mening. Kenjitayingiz kenda? Qarang. Anam. Qara qiliqlarini satsizlikni. Nima degan umaq bola bu? Bola bo'lsa, sho'q bo'lsa, bo'lmasa, yo'q bo'lsa da biga aytmoqchi. Endi bo'ldi qiling. Birdan o'qitibdim, o'qitib qo'yib ketdingizmi? Endi janubiy qutb bilan shimoliy qutb o'xshashli muzg'u. Bayatin degan gaplarimning hammasi 0 o'siriq bo'lgan. Ya, bo'p qoldigan yerlarmi? Bor. Hargiz bo'lmaydi. O gaplarimning hammasi bo'lmaydi. Men agar oldingizda shu xoshamat bo'lib qolamki deb qo'rqmasam, berib pildirlab turgan yerga cho'k kirib suyab qo'ydim.
sal oshirib etdingiz ha. Ya aşırı etmeden, aşırı biten mi artık? Özün öyle bakın. Mesela, bu ballarına pakiz baksa, emmedemden köylüsü düşündük mü? Ana, şu başkalarının sözlep tiltik etmesin deyip, bir paşkırı bakkan gap, toğra. Günah mende. Menin de anısı, ballarına, tatir bakıran Allah'ın bağlılığını bilmeyenlikim dedi emin. Sizce, Eliqi darğastıgan dadını qana qilish kerak? Adamda hıcılık emisiniz. Benim şu tilimni kistirirsem zaten. Hadi koyup versem, hemen neresi üstümen deydiğen müngüsü bokuğa aylanıp kaldım. Bokun ama yaş tarafları bağlan da anca mınca koş kıkasınız yerlerinizi ağdırıp durdu. Onun o satkılıklarını tılga ağırmaydı. Kızık yakıldı ekansiz. Emas, kızık demedim. Ma balı bağı acayip bir xil şikri jalibgarlikni isboti mi? Ma balı çoğun olsa aylanıp Nobel mukafat. Nobel degan bola dema, Nobel degan bola mush. Siz shunda qaraysiz. Qaram sizday sig'ib bilib tumanda bo'ldi. Bu bolaning alamati bor. Men ey Hannas, ma bola cho'ngildan emas bor. Ajoyib bir cho'ng bir ishni qo'zg'aydigan bola bor. Masalan, hozir bir dunyoda olimlar hal qilamayotgan masala shunday jiqqi. Kim biladi, ashu hammani yuguriblar, hammani shu bolangizni hal qilamdi. Masalan, qanasiz aeroplan, chaqsiz mashina, yiqilg'isiz paraxod, to'g'ri. Partılmaydığa bomba diyelim balığı icat kılın. Hem de boldıksınız ulan mı ki? Yelilo öz balan bomba ne? Bu nimanda abi siz? Kandak sizin balığınız bombaydı sizge kuşuk koğanda koşuş nimanda. Menin burunqı ayalım kaza kıgandın ken kayıtı öğlengeldigimde anlıgan boğuytunuz. Vay, makallamınıza. Estağfurullah. Ağlığa. Size bir küçük bir kız olmayı vardı da balığı. Kiçik bir çoğukam toyuqıp dediğen, balığınıza var mı? Ya, bu bala, ikinci ayalımның burunqı irdim boğan bala. Nimanda gipim qolaşmaydı ki netleriniz izlesem, aşı ögey balığınız ken değil mi? Nima? Ögey bala emas mikan? Kimin deydi? Ögey balının öz baldıma kılıkları tatlık buludu. Yani akşamlık samak emdiminden bu yada tumayman. Siz işinizi kılıyorum. Bunun diken asakamı özlem karayma. Hatırcan bulun. Bunun diken özlem karayma. Abalı sunu bek ocak oynap gitti. Engiz iş gitmişsin. Siz hatırcan bulun. Özlem kılma.